Kechagi jonli efirimizda mana shu gilomimizda endi 3,5 metrligini juda ham katta 50% chegirmaga qo'yib berdik. Mana bugun kelib pashti 20 metrga yaqin gilam xarid qilib ketishdi. Hurmatli obunachilar, nimaga bunaqa video qo'yyapman? Meni kuzatayotganlar bo'lsa biladi. Challenge boshlaganmiz. 2 kunda bir 2 kunlik chegirma narxlar qo'yib beraman va eng arzon narxlarda ulgurib qolinglar hurmatli obunachilar. Faqat ozgina shartlari bo'ladi. Videoda oxirigacha ko'rsalarini aytib o'taman. Bugun ham o'sha eng arzon narxlarda men sizlarga metrajli gilomlardan o'zim eng yaxshi sotilayotgan va eng ko'p so'ralayotgan metrajli gilomlardan sizlarga vashshi katta chegirmada qo'yib beraman. Hurmatli obunachilar, buni faqat bitta sharti bo'ladi. Menga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak YouTube kanalimga va mana shu videoga like bosgan bo'lishingiz kerak. Kommentariyada o'zingizni samimiy izohlaringizni yozib qoldirgan bo'lishingiz kerak va eng muhim sharti izohlarda Telegram kanal silkasini qoldiraman. Telegram kanalimizga kirib, eng kamida 100 ta odam qo'shgan bo'lishingiz kerak va mana shu narxda xarid qilsangiz bo'ladi. Chegirmamiz eng yomon tarafi 7-8 fevral kunlari amal qiladi. Faqat 2 kun bo'ladi. Gap cho'zib o'tirmayman, qaranglar men sizlarga eng ko'p so'ralayotgan va eng ko'p sotilayotgan endi 4 metrli bo'lgan metrajli gilomlarimizni katta chegirma narxda qo'yib beraman. Bu videodan keyin meni gilompurishlar yomon ko'rib qolgan bo'lishi mumkin. Bizga yoshi farqi yo'q. Qarochi faqat bir dona qo'yib beryaptim. Endi sizlarga o'zi ozroqdan qopda bitta, ikkita, uchta, to'rtta kavralinimizni mana endi 4 metrli bo'ladi. Va shu realniy narxda qo'yib beraman. Shartlari juda ham oddiy, tushuntirib o'tyapman. Mana kommentariyaga Telegram kanal silkasini tashib qo'yaman. Kirasiz, eng kami 100 ta odam qo'shasiz va mana shu xohlaganini, o'zingizga yoqqanini shunday skrinshot qilib Telegramdan tashlasangiz, aytgan razmeringizga qirqib, tikib, xohlagan joyingizga dastavka qilib chiqartirib beramiz, hurmatli obunachilar. Endi sizlar ichlaringni qizdiradigan joyi, jigarlar, buni narxini necha pul deb o'ylaysizlar? Biz kvadrat metriga aytib odamlarni gangitmaymiz. Asha 4 metrga 1 metrini narxini aytaman. Misol o'sha 4 metrga 1 metr degani bu 4 kvadratini narxi bitta aytiladi. Misol mana shu boshdan oyoq 1 metrini narxini aytaman. Sizlar o'zlaringga misol 4 metrga 10 metr kerak bo'lsa 10 metrga ko'paytirasizlar. 5 metr kerak bo'ladigan bo'lsa 5 metrga ko'paytirasizlar. Sizlarga narxi kelib chiqadi. Jigarlar, bu gilomlarimizni bozorda 1 metrini 280 ming, 320 ming so'm atrofida sotyapti bozorchilar. Lekin biz sizlarga unaqa qimmat narxda sotmaymiz. Meni yaxshi bilishadi eskidan kuzatayotganlar. Ishlaringni rosa qizdirib aytaman-da. Faqat mana shu shartlarni bajargan bo'lishlaring kerak. Bu videoga like bosasiz, menga обязательно obuna bo'lishingiz kerak. Kommentariyada o'zingizni samimiy izohlaringizni yozib qoldirasiz. Va eng muhim sharti Telegram kanalimizga eng kamida 100 ta odam qo'shgan bo'lishingiz kerak. Aytgancha, hurmatli obunachilar, Telegram kanaliga jonli efir bo'lgan paytda nechta gilom qo'ysak, hamma gilomlarni narxlari bilan tashab qo'yganman. Bemalol o'tib ko'rib, o'sha yerdan yoqqan gilomlarni eng arzon narxlarda xarid qilib olishlaring mumkin. Xo'p, hurmatli obunachilar, bu gilomni narxini yaxshilab surishtirdim. Endi 4 metrliklar boshqa joylarda necha pul sotyapti deb rosa izladim. Eng katta chegirma qilganlar ham 245 ming so'm sotilgan. Endi bu 1 kvadrat metrini aytmayapman, adashmanglar hurmatli obunachilar. Mana shu 4 metrli metrajdan 1 metr narxini aytaman, bosh oyoq narxi. Necha pul qo'yay ekan deb rosa o'yladim hurmatli obunachilar. Kallaga kelgani birinchisi 199 ming so'm bo'ldi. Lekin men sizlarga undan ham arzon qilib beraman. Hozir shu joyda bitta like bosib qo'yingizga. Faqat 2 kun bo'ladi aksiyamiz. Hamma shartlarni bajarasiz va mana shu 4 metrlikda 1 pagoni metrini atiga 179.900 so'mdan xarid qilasizlar jigarlar. Bunaqa narxlar Farg'ona tugul butun vodiy, butun O'zbekiston bo'ylab qidirib ko'rsalaring ham yo'q. Xohlagan to'ralar rasvetkalaringdan xohlaganlaringni tanlab olasizlar. Faqat ulgurib qolinglar, hamma shartlarni bajarasizlar. Xohlasizlarning telefondan aloqaga chiqinglar, xohlasizlarning o'zlaring kelib ko'rib olsalaring bo'ladi. Aytgancha, Telegram kanalda lokatsiyalar, bizning manzillarimiz, umuman olganda sizlarga kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlar bor. Telegram kanal silkasini mana shu videoda kommentariyasida qoldirib qo'yaman. O'sha yerdan o'tib turib, o'zingizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlar olishingiz mumkin jigarlar.
Nima deysizlar endi? 1 metri 179.900 so'mdan. Tasavvur qilishlaring uchun mana shu 4 metrlikdan 10 metr oladigan bo'lsalaring 1.790.000 so'm bo'ladi. Bunaqa narxlar faqat Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida bo'ladi. Jigarlar hammaga shart tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Let's go jigarlar, bosinglar. Bunaqa narxlar hali bo'lmagan.